Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsligimizning 39-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda fe'li mudori'ning oxirininki qanday o'qilganligi, ya'ni qanday holatda qanday o'qilganligi haqida so'zlagan. Ya'ni fe'li mudori oldiga hech qanday omil kelmagan ahvol ostida pash o'qiladi degan. Xuddi yadribu deganga o'xshagan. Agar ikkili ko'p qolsa shu pashlikka alomat bo'lgan narsalar bo'ladi. Masalan, yadhabanida pashqul deymiz. Qani bu yerdagi pashqulning alomati desa nunning sabit bo'lganligi, ya'ni bu yerdagi nunning tug'anligi pashqulganlikning alomati deymiz. Yadhabuna, tadhabina deganga o'xshagan 5 fe'llarda pashqning alomati nima bilan bo'ladi? Nunninki turish bilan bo'ladi. Demak, fe'l mudori oldiga hech qanday omil kelmagan ahvol ostida pash o'qiladi. Endi oldiga zavar qilg'uchi omil kelib qolsa, zivar o'qiladi. Ya'ni yalg'iz bo'lib qolsa zivar o'qiladi. Agar 5 fe'ldan bo'lib qolsa, zivarga alomat bo'lgan nunning tushib ketishi bilan bo'ladi. Agar oldiga sukun qilg'uchi, ya'ni jazm qilg'uchi omillar kelib qolsa, fe'l mudorining oxirida sukun bo'ladi. Yoki ikkilik yoki ko'plik, ya'ni af'al xams bo'lib qolsa, shu sukunga alomat bo'lgan bir xil o'zgarish bo'ladi degan. Ya'ni nunning tushib ketishi deganga o'xshagan. Demak, fe'l mudori'ni zivar qiladigan omillar bor ekan, biz buni qisqacha tushunib o'tdik va fe'l mudori'ni sukun qiladigancha omillar bor ekan. Biz fe'l mudori'ni sukun qiladigan omillar haqida tafsiliyroq to'xtalamiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda fe'l mudori'ni sukun qiladigan omillarni so'zladik. Biz so'zlagan u omillar fe'l mudori bir dona fe'lni sukun qiladigan omil. Endi arab tilida ikki dona fe'lni bevosita o'zi yolg'iz turib, ikki dona fe'lni sukun qiladigancha omillar bor. Bularni biz adatu shart deb ataymiz. Shart vositalari. Endi deydi bugungi o'qimoqchi bo'lganimiz al-adawatu allati tajzimu fi'layn. Ikki fe'lni sukun qiladigan vositalar. Ikki fe'lni sukun qiladigan vositalar qaysi deganda, birinchisi in. In. Bu in ikki dona fe'lni sukun qiladi. Masalan, in tazra tahsudu. Asli zara'a yazru'u, hasada yahsududan chiqqan ikkilisining oxirisi nima? Pash. Bu in ikki dona fe'lning oxirini sukun qiladi. Nimda? In tazra tahsud. Agar terisingiz mo'lhuzul olasiz. Demak, bu yerdagi in tazra'ni va tahsudni ikkili fe'lni sukun qildi. Endi biz bu yerdagi jumla qurilmasi haqida qisqacha to'xtalib deb ketsak, bu yerdagi inni biz adatu shart deb ataymiz. Bu adatu shart mayli ism bo'lsin, mayli harf bo'lsin, bu ikki dona fe'lni sukun qiladi. Masalan, in bu harf adatu shart. Shundaqla ikki fe'lni sukun qiladigan vosita. Tazra, tahsudni iborat ikki fe'lni sukun qildi. In adatu shart, tazra fi'lu shart. Agar tersam, nim bo'lmoqchi tersam, buni javobi nima? Tahsud. Mo'lhuzul olasiz. Demak, bu yerdagi tahsudning bo'ldi, javobi shart bo'ldi. Odatda jumla shartiyya, ya'ni shartlik jumla 3 xil asosiy qismdan tuziladi. Birisi adatu shart, in deganga o'xshagan. Ikkinchisi fi'lu shart, tazra deganga o'xshagan. Uchinchisi javobi shart, tahsud deganga o'xshagan. Demak, bizning bugungi darsimiz bu adatu shart haqida emas. Faqat bizning bugungi darsimizga munosabatli bo'lgan tarafi biz tuanda so'zlamoqchi bo'lgan vositalarning hammasi ikki dona fe'lni qanday qiladi, sukun qiladi deganni bildirmoqchi. Hamda bu ikki fe'lni sukun qilgan vositalarningki adatu shart bo'lganligi uchun buning qurilmasini azroq tushuntirib o'tib ketdim. Demak, birinchisi ikki dona fe'lni sukun qilgan vositalarning birinchisi in. Intazra tahsud. Agar tersang mo'lhuzul olsa, ya'ni terg'ani uraysa deganga. Ikkinchisi man. Bu ism istifham manmi yoki qaysi man deganda bu adatu shart, shart bo'lgan man, shart ma'nosida kelgan man. Bu ikki dona fe'lni sukun qiladi. Masalan, man yudakhin yamrud. Yamrad, man yudakhin yamrad. Kimiki tamaki cheksa, nima bo'ladi tamaki cheksa? Bu yerda bir shart shunda qo'y. Buning javobi yamrad, kasal bo'lib qoldi. Kimiki tamaki cheksa, kasal bo'lib qoldi. Demak, bu yerdagi yudakhin yamraddan iborat ikki dona fe'lni bu man shart ma'nosida kelgan man qanday qildi? Sukun qildi. Uchinchisi ma va mahma.
bu ikki dona vositami keyindan kelgan ikki fe'lni qanday qiladi? Sukun qiladi. Masalan, mahma tansahu yaf'al ma yurid. Onunga qanchalik nasihat qilmang, u xohlaganini qiladi. Qaranglar, mahma tansahu. Tansah degan fe'l mudorining oxirini qanday qildi? Sukun qildi. Yaf'al ma yuridu. Yaf'al. Yaf'al degan bu fe'lning uchi oxiri sukun. Yuriduning emasa, yaf'alning oxiri sukun. Tansah, yaf'al degan ikki fe'lni qanday qildi? Mahma sakin qildi. Ma shunga o'xshagan. Masalan, shunga o'rniga ma'no qo'ysak bo'ladi. Ma tansah yaf'al ma. Qan nimani nasihat qilsangiz u xalaqani qiladi. Demak, ma bilan mahma ikki dona fe'lni qanday qiladi? Fe'l mudori'ni sukun qiladi. To'rtinchisi mata bilan ayna. Bu ikkilisi odatda so'rash uchun keladi. So'rash ma'nosidagi shart ma'nosida keladi. So'rash ma'nosida lekin shart uchun keladi. Mata ayyana. Masalan, mata tusafir usafir. Qachon safar qilsangiz, nimani bo'ldi safar qilsam? Usafir. Qachon safar qilsangiz, safar qilaman. Demak, bir xil shart. Qachon safar qilsangiz, safar qilaman. Bu yerdagi tusafir fi'lu shart, usafir uchun javobi shart. Demak, matamu shart ma'nosi kelgan vaqtida ikki dona fe'lni sukun qiladi. Bu xolis istifhom bo'lgan vaqtida emas, nima bo'lganda shart bo'lgan vaqtida. Ayyana tusafir usafir deganga o'xshagan. Qachon safar qilsangiz, safar qilaman. Undan keyin ayna, aynam, aynama, haythuma, anna. Bularni hammasi bir o'rinni so'rash uchun keladi. O'rinni so'rash uchun keladi. Bumi ayna hammasi shart vositalari bo'lib kelgan vaqtida ikki dona fe'lni sukun qiladi. Masalan, ayna tadhhab, adhhab. Agar bu xolis bir sab istifhom bo'lgan bo'lsa, unda bo'lmaydi. Masalan, ayna tadhhabu, nega borasiz? Savol. Shundaqmi? Ammo bu yerda bizning degan demoqchi bo'lganimiz shart ma'nosida kelgan vaqtida. Masalan, ayna tadhhab, adhhab. Qayerga borsangiz boraman. Qaranglar, shart. Qayerga borsangiz boraman. Ya'ni tadhhabni sakin bo'ldi, adhhabni sukun bo'ldi. Ayna tadhhab, adhhab. Haythuma ta'kul, akul. Nerede tamaq yeysangiz, aşağı tamaq yeyman. Anna tabhas tajil faida. Qayerda tat izdansangiz, foydan olasiz. Demak, bu ayna, aynama, haythuma, anna hammasi keyindan kelgan fi'l shart va javob shartdan iborat ikki dona fe'lni qanday qildi? Sukun qildi. Kayfama, bu keyindan kelgan ikki dona fe'lni sukun qiladi. Endi kayfama tasna asna. Qanday qilsangiz men uchun shunday qilaman. Qanday qilsangiz qilaman. Kayfama tasna asna. Aymu ikki dona fe'lni sukun qiladi. Ayyu talibin tajtahid tanjah. Qanday o'quvchi tirishadi ekan, imtihonni o'tadi. Mana ay tajtahid tanjah degan ikki dona fe'lni sukun qiladi. Mana bu arab tilidagi ikki dona fe'lni sukun qiladigan vositalarning ko'pinchisi. Bu yerda so'zlanmagan yana bir qismi bor, bu oz qo'llanadigan, shunga biz uni so'zlamadik. Eng ko'p qo'llanadigan ikki dona fe'lni sukun qiladigan vositalar mana shu. Endi buningki o'ziga tushliq hukmi bor. Biz bu vositalarni keyindan kelgan ikki dona fe'lni qanday qiladi? Sukun qiladi dedik. Keyindan kelgan, ya'ni fi'l shart va javob shart ikkilisi fe'l mudori bo'lib qolsa, sukun qildi ekan. Agar birisi fe'l madi, birisi fe'l mudori. Agar birisi fe'l mudori, buning javobi shart jumla ismiya. Bunda o'qas qanday bo'ldi deganda, endi biz garchi bugungi darsimiz fe'l mudoriga aloqador bo'lsa-mu, bu ikki dona fe'lni sukun qiladigan vositalar haqida qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Ya'ni ikki fe'lni sukun qiladigan vositalarningki ba'zi bir qoidalarni so'zlab o'tib ketamiz. Ahkamul adawatul lati tajzimu fi'lan. Ikki fe'lni sukun qiladigan vositalarning hukmlari, ya'ni qoidalari tadkhulu ala jumlatayn. Bu ikki fe'lni sukun qiladigan vositalar ikki jumla kiradi. Ikki dona jumla kiradi. Masalan, intazra tahsud desak, bu ikki dona fe'lni sukun qiladigan vosita. Bu yerda tazra tahsuddan iborat ikki dona shu fe'lning beshiga keldi. Fe'l degan jumlaning o'rnida. Bu fe'l degan yolg'iz so'z qanday jumla bo'ldi deganda, bu fe'l o'zi bir so'z, uning tagidagi yoshirin domirasi bir so'z bo'lib, ikki so'z nima bo'ladi? Jumla bo'ldi deymiz. Shunga tadkhulu ala jumlatayn degan ikki jumlaga kiradi. Ala an takuna al-ula sababan lit-thaniya. Birinchi jumla ikkinchi jumlaga sabab bo'lish yo'liga asosan. Ala an yakuna ula sababan lit-thaniya. Birinchi jumla ikkinchi jumlaning sababi bo'lish yo'liga asosan ikki jumlaning beshiga kiradi.
Masalan, birinchi jumla ikkinchi jumlaning uchun sabab bo'ldi. In tazra tahsud. Agar terisangiz mol hosil olasiz. Bu yerdagi mol hosil elish degan bu ikkinchi jumlaning sababi nima? Birinchi jumla, ya'ni terish. Terimisi mol hosil olib bo'ladi, bo'lmaydi. Demak, birinchi jumla ikkinchi jumlaning uchun sababi bo'ladi. Wal jumlatul ula, endi birinchi jumla, ya'ni ikkinchi jumlaning sababi bo'lgan birinchi jumla tusamma fi'lul shart. Fi'lul shart deb ataladi. Va thaniya, ikkinchi jumla javobu shart deb ataladi. Demak, birinchi jumla ikkinchi jumlaga sabab bo'lgan birinchi jumla fi'lul shart, ikkinchi jumla javobu shart deb ataladi. Masalan, in tukrimni ukrimka. Agar siz meni hurmatlasangiz, men sizni hurmatlayman. Qaranglar, shart. Bu yerda in ikki dona fe'lni sukun qiladigan vosita yoki odat shart. Asli ismi odat shart. Bu ikki dona fe'lni sukun qiladi. Tukrimni asli tukrimuni. Bu yerda in kirishlan qanday bo'ldi? Sukun bo'ldi. In tukrimni ukrimka. Agar meni hurmatlasangiz, sizni hurmatlayman. Bu yerdagi tukrimni degan birinchi jumla, ukrimka degan ikkinchi jumlaning sababi bo'ldi. Chunki buning ma'nosi agar meni hurmatlasangiz, sizni hurmatlayman. Demak, sizni hurmatlashimning sababi sizning meni hurmatlashingiz. Demak, bu yerdagi tukrimni degan sizning meni hurmatlashingiz ikkinchi jumlaning misolida sababi bo'ldi. Bu yerdagi tukrimni degan birinchi jumla fi'l shart bo'ladi, ukrimka javobi shart. Mana bu birinchi qoidasi. Endi bu yerda bayatın kelgan misollarda va bu yerda fi'l shart nim bo'libdi. Ikkilisi fi'l mudari bo'lib qoldi. Bunun birisining fi'l madi, birisining fi'l mudari bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, in kana shart madiyan, agar shart madi bo'lsa degani fi'l shart nim bo'lsa, madi bo'lsa va javobuhu mudari va uning javobi muzari bo'lib qolsa, jaza fihi al-wajh. Endi mazi mabni, uning gapi tugidi, uning gapini qilmaymiz. Fi'l shart madi ekan, bu mabni. Javobi shart mudari ekan. Endi bu mudari qanday qilamiz? Bu fi'l shart madi, javobi shart mudari bo'lganda buning mudarisini qanday o'qiymiz deganda jaza fihi al-wajh. Uning ikki xil yo'l to'g'ri. Qaysi xil yo'l to'g'ri? Sukun qilsaqmi bo'ladi, sukun qilmasaqmi bo'ladi. Qanday bo'lganda? Agar fi'l shart madi bo'lib qolganda. Inji tani ukrimka. Agar siz menga kelsangiz, men sizni uchun hurmatlayman. Bu yerdagi tani degan birinchi jumla, ya'ni fi'l shart madi bo'ldi. Ukrimka degan javobi shart mudari bo'ldi. Bunda bo'lib qolgan vaqtida javobi shartni sukun qilsaqmi bo'ladi, injitani ukrimka deganga o'xshagan. Yoki asli holati bo'yicha sukun qilmasaqmi bo'ladi. Ya'ni pash o'qisaqmi bo'ladi. Injitani ukrimuka deb o'qisaqmi bo'ladi. Endi bu javobi shartga fa kirish vojib bo'lgan o'rin bor. Chuqum fa javobi shartga qo'shilib kelish zarur bo'lgan o'rinlar bor. Ular qaysi deganda yajibu dukhulul fa ala javobi shart fi arba'ati mawadi'. Javobi shartga fa'ning kirishi 4 o'rinda vojib bo'ladi. Keskin zarur. Arab tili qoidasida shartning javobi bo'lgan fe'lga fa degan bu harfning ulinib kelishi 4 xil o'rinda zarur bo'ladi. U qaysi? Birinchisi, idza kana al-javob madiyan ma'qad. Agar javobi shart fi'l mudari emas, nima bo'lib qolsa, madi bo'lib qat bilan kelgan bo'lsa, ya'ni fi'l madi bo'lib bu fi'l madining beshida qat kelgan bo'lsa, bu qatning beshiga fan ulab akilish zarur. Masalan, yasriq faqad saraqa akhullahu. Yasriq faqad saraqa akhullahu. Agar o'g'irlagan bo'lsa, uning qarindoshi o'g'irlabdi degan ma'nodagi faqad saraqa in odat shart, yasriqchu fi'l shart, saraqachu javob shart. Bu yerda javob shart nima bo'ldi? Fi'l madi bo'lib qat bilan birga keldi. Bunda vaqtda bu qatning beshiga fan akilish zarur. Shuning uchun bu oyatda faqad saraqa deb fa bilan kelgan. Qoida shuki, javob shart madi bo'lgan vaqtida qat bilan bo'lib qolsa, fan akilish vojib bo'ladi. Bu birinchi o'rni. Ikkinchi o'rni, agar mudari, ya'ni javob shart mudari bo'ldi. Bu laning boshqasi bilan bulusiz bo'ldi. Javobi shart fi'l mudari, ammo bulusiz. Bu bulusizlik la bilan emas, laning boshqasi bilan. Odatda laning boshqasi bilan bu fi'lni qana qildi, bulusiz qildi. Boshqa vositalar bilan bulusiz bo'lgan. Bunda bo'lib qolsa, yana-chu fan akilish zarur bo'ladi. Masalan, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu.
Kimiki islomdan boshqa bir dinni izlaydi ekan, undan hargiz qabul qilmaydi degan bu oyatda kimiki islomdan boshqa bir dinni izlaydi ekan, umid qildi ekan, nima bo'ladi? Fala yuqbalu min. Demak, bu yerdagi yabtag'i fi'l shart bo'ldi. Fala yuqbalu minhu javobi shart bo'ldi. Nima bo'lmoqchi? Hargiz qabul qilmaydi. Demak, javobi shart. Mana shunga o'xshagan javobi shart fi'l mudori bo'lib, laning boshqasi bilan bunisiz qo'sa dedik. Bu yerda nima bilan bunisiz bo'ldi? Lan bilan bunisiz bo'ldi. Lan yuqbala minhu. Mana shunga o'xshagan laning boshqasi bilan bunisiz bo'lgan vaqtida buning boshiga fa'ni akirish vojib. Shunga falan yuqbala minhu deb kelgan deymiz. Demak, mana bu javobi shartga fa'ni akirish zur bo'lgan o'rinning ikkinchisi. Uchinchisi, agar javob jumla ismiya bo'lib qolsa. Endi fi'l shart fe'l shart. Endi javob ismiya bo'lgan vaqtida bu vaqt yana fa'ni akirish vojib bo'ldi. Masalan, man ja'al hasana falahu 10 amsalha. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha bil hasanati. Kimki bir yaxshilikni qilsa, uningga 10 o'qishi bo'ladi, ya'ni 10 yaxshilikni qilgandek savob bo'ladi degan bu oyatda kimiki bir yaxshilikni qilsa, nima bo'lmoqchi? Qani buning javobi lahu 10 amsalha. Uning uchun 10 hassi bor, 10 o'qishi bor desak, balki lahu 10 amsalha degan ism bilan boshlangan jumla nima bo'ldi? Javob bo'ldi. Demak, bu yerdagi javob shart jumla ismiya bo'ldi. Mana shuningdek javob shart jumla ismiya bo'lib qolganda, buning oldiga fa'ni akirish zarur. Endi javob shartga fa'ni akirish zur bo'lgan 4-o'rin idza kana al-javobu jumla insha'iy. Agar javobi shart jumla insha'iy bo'lib qolsa. Insha'iy degan nima desa, yo buyruq fe'l bo'lib qolsa. Shundaqmi? Buyruq fe'l yoki istifhom bilan kelgan bo'lsa degan o'xshaydi. Demak, uni rost yolg'on degan olmaydigan bir xil buyruq fe'l bo'lgan bo'lsa. Masalan, insha'iy deganimiz yo buyruq fe'l bo'lsa yoki istifhom bilan kelgan bo'lsa. Shundaqmi? Shundaq yoki nahiy bo'lsa. Nahiy, istifhom, buyruq bu insha'iy jumla bo'ladi. Bir jumlada nahiy, istifhom, buyruq bo'lgan bo'lsa bu insha'iy jumla bo'ladi. Demak, bu yerdagi javob bu shart shunga o'xshagan jumla insha'iy bo'lib qolsa, fa'ni akirish vojib bo'ladi. Masalan, qul in kuntum tuhibbunalloh, ey Muhammad alayhisalom ayting, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, nima bo'ldi? Fattabi ma agishinglar. Demak, bu yerdagi javob shart ittabi'uni degan buyruq berildi. Buyruq berilgan qanday jumla? Jumla insha'iy. Jumla insha'iy vaqtda uning beshiga fa'ni akirish vojib. Shuning uchun fattabi'uni deb bu yerda fa'illik kelgan deymiz. Am jumla insha'iy degan ikkinchi nima bo'ladi? Nahiy. Nahiyni o'z ko'p qolgan jumla nima bo'ladi? Jumla insha'iy bo'ladi. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, agar ularni sizlar mu'min deb bilsanglar, fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Ularni kofirlarga qaytarmanglar. Fala tarji'uhunna. Agar ularni mu'min deb bilsanglar, qaranglar, nima bo'lmoqchi? Fala tarji'uhunna, la tarji'uhunna. Ularni qaytarmanglar. Demak, bu yerga bir nahiy ma'nosida, nahiy shaklida jumla bo'ldi. Nahiy shaklda kelgan jumlaga nima bo'ladi? Jumla inshoiy bo'ldi. Jumla inshoiy bo'lgan vaqtda fa'ni akirish vojib. Shuning uchun fala tarji'uhunna deb fa'illik kelgan deymiz. Uchinchidan, jumla inshoiy degan istifhom o'ziga bo'lsa jumla inshoiy bo'ldi. Masalan, in taraktana faman yarhamuna. Agar sen bizni tashlarsang bizga kim rahim qiladi desak, deyadiki, agar sen bizni tashlarsang, javobi shu faman yarhamuna. Kim bizga rahim qiladi? Deyadiki, faman yarhamuna degan javobi shart men istifhom bilan keldi. Shundaqmi? Men degan istifhom. Istifhom bilan kelganlik uchun inshoiy. Inshoiy bo'lganlik uchun buningga fa'ni akirish vojib deymiz. Mana bu javobi shartga fa'ni akirish zarur bo'lgan 4 xil o'rin. Endi biz birinchisi qaysiti javobi shart modi bo'lib qatran kelsa. Agar javobi shart modi bo'lib qatran kelmasa, bu vaqtda fa'ni akirish vojib emas. Ya'ni zarur emas. To'g'ri emas. Fa'ni akirish to'g'ri emas. Demak, mush 4 xil holatga tushsa fa'ni akirish zarur bo'ldi, bo'lmasa fa'ni akirga olmaydi. Deydi, la yajuzu dukhulul fa idza kana al-javob madiyan bi ghayri qad. Agar javob mazi bo'lib qadsiz kelsa, ya'ni uning oldiga fe'l madining oldiga qad kelmagan bo'lsa, fa'ni akirish to'g'ri emas deydi. Mana bu ikki dona fe'lni sukun qiladigan vositalarning hukmlari. Endi biz fi'l mudori'ni sukun qiladigan vositalarni tushundik. Javozimul mudori. Fi'l mudori'ni sukun qiladigan vositalarni tushundik. Biz dastlabda, ya'ni tungi darsimizda fi'l mudori'ni sukun qiladigan, ya'ni bir dona fe'lni sukun qiladigan
vasıtalar bilan tunishni o'qiysiz. Birinchisi lam. Shunda bu lam yadhhab, lam ya'kul deganga o'xshagan. Bu bir fe'lni qanday qildi? Sukun qildi. Lamma bu bir dona fe'lni sukun qildi. Masalan, lamma yadkhul desak tehi kirmidi. Üçüncüsü lamul emr, emrning lami. Dördüncüsü nehinin lası. Mana bula dört vasıta fakat bir dona fe'lni qanday qiladi? Bir dona fe'l mudari'ni sukun qiladi. Ondan keyin in degandoq bu qancha dona fe'lni sukun qiladi? 2 dona fe'lni. Man, ma, mahma, mata, ayyana, ayna, aynama, haytuma, keyfama. Mana bula ve ey. Mana bula 2 dona fe'lni qanday qiladi? Sukun qiladi. Demek bu mudari'ni sukun qiladigan bu vasıtalarning hammasini yig'ib kelsak, buning ismini bildiği zaman adatu shart, shart vasıtaları. Ma nimadan boshqa? Bir dona fe'lni sukun qiladigan vasıtalardan boshqa qolganlarini biladi, adatu shart biladi. Bir dona fe'lni sukun qiladigan vasıtalar lam, lamma, lamul amr, lahinaya bu adatu shart olmaydi. Endi bu meyli adatu shart olsun, meyli adatu shart olmasın hammasi nima javazimul mudari. Bularning ichida harflar var. Bunun içinde isimli tevelleri var. Mesela yukarıdaki bir tane fiilini sukun kıldıgan lam, lamma, lamun emr, la nahiye huruf ola harf. Teczimu fi'len vahide. Bir tane fiilini qanday qiladi? Sukun qiladi. Ondan keyin incho bu 2 tane fiilni qanday qiladi? Sukun qiladi. Ama harf mi ism mi deganda bu harf. Bu harf 2 tane fiilni sukun qiladi. Ondan başqa man, yani mao kökşiren olan bu yalgını man, ma, meta degenler bular isim. Bunun türü nima? İsim. Bu 2 tane fiilni qanday qildigan, sukun qildigan isimlar. Ama mahma, siriq ranglik mahmacho desa bu isim bilan harf o'tirisida grammatikchilar ixtiloflashgan bir so'z. Ba'zi grammatikchilar buni ism deydi, ba'zilar shu harf deydi. Melinim bo'lsin, lekin bu 2 tane fiilni qanday qildi? Sukun qildi. Endi bu fi'l mudari'ni sukun qildiganlari harf baken, isim baken. Endi buningki isim bo'lganlari hammasini bildi, mabni bo'ladi. Deydi asma'u shart, isim bo'lgan adatu shartlarning hammasi mabni bo'ladi, ayyunun boshqa. Ayyunun bo'ladi, mu'rab bo'ladi. Buningki shartlar bilan bo'lmani bo'ladi, mabni bo'ladi. Biz buni tanib so'zlaymiz. Ammo bilib olganinglar adatu shartlarning ichidan isim bo'lganlari yani ko'kranglar bu yer ko'rsatib qo'ydim bu yerda. Ism bo'lganlari nima bo'ladi? Mabni. Unda bo'lsa bugungi darsimizdagi adatu shartga aloqador bo'lgan darsligimiz bu yerda oyoqlashdi. Buni oxirida ko'nikma berilgan. Buni ishlaysizlar. Bu ko'nikma ilgarigi darsligimizning o'z ichiga oldi. Birinchisi ixtarli ijabati sahiha, to'g'ri javobni tanlang. Birinchisi alaykum an bosh o'rin alal mumtalakat al-amma. Sizlar umumiy mulklarga an tuhafizu qaysini qo'yamiz? Beshiga an keldi, chuqur bu zvar o'qiladi. Tuhafizuna degan bu af'al xamsga tava, af'al xamsi zvarning alomati nunning tushib ketishi bilan bo'ladi. Shunga an tuhafizu deb nun tushib ketgan holatda kelish to'g'ri. Shunga alaykum an tuhafizu alal mumtalakat al-amma. Mushunga o'xshagan bosh o'ringa eng mos keladigan to'g'ri bo'lgan fe'lni tanlaysizlar. Bu boşunun aldıda zvar qilg'uchi yoki sukun qilg'uchi omillar kelgan. Shunga diqqat qilasizlar. İkincisi, tövendeki cümledeki fe'llarni va uning turlarini va i'robining alomatini muayyanlashtiring. Al-awladu yal'abuna fis-saha. Al-awladu yal'abuna fis-saha. Bolalar maydonda qanday qilib o'ynayotdi desak, bu cümledeki fe'l qaysi? Yal'abuna. Buni fe'lning ostiga yozasizlar. O fe'lning turi qaysi? Madimi, mudarimi, amrimi? Buni nauha degan aslida mudari marfu deb yozasiz. Uning marfu olsa i'robining alomati qaysi desa, yal'abuna degan bu ko'plik af'al xamsaga tava bo'lganligi uchun buningda peshqning alomati nunningki sabit bo'lishi deymiz. Nima uchun buningda nunningki sabit bo'lishi peshqning alomati bo'ldi? Buning sababi chunki bu af'al xamsa. Mana mushtar bo'yicha ishlaysizlar. Üçüncü ko'nikma tövendeki sakin o'qilgan fe'lni muayyanlashtiring va sakinlik sababini va uning alomatini bayon qiling. Sakin o'qilgan fe'lni chiqisizlar,
sakin o'qilishining sababi nima uchun sakin o'qildi? Masalan, lam yanfa'in nadam ala ma qal. O'tib ketgan ishqa pushaymon foyda bermadi desak, lam yanfa nima qildi? Sukun o'qildi. Demak, bu yerda sukun qilgan pul qaysi ekan? Yanfa. Buni al-fi'l majzum degan asliga yozdi. Nima uchun sukun o'qildi? Sababi lam. Lam degan sukun qildigan vosita. Uning alomati-chi lam yanfa oshkora sukun. Mushu bo'yicha ishlaysizlar. Bunda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda qolishdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.